Salom bolalar, bugun yana men sizlar bilan miniyonman. Men bugungi videomni ana shunday qor zonada rivojlanib qolaman. Xullas, men videomni boshladim. Demak, endi men bu yerda qiladigan ishim bu yerda qachon qo'yildi? Istayni ularni buni hech kim ko'rmadi. Endi esa bu yerda biron yeyishga narsa topishimiz kerak. Bu yerda yeyku narsalar o'z-o'zidan chiqib keladi-ku. Mana bu yerda bo'lsak, o'zi bu yerim bo'lasa hamma bu yerlar menga tashlansa. Mana bu yerda bo'rlar ko'p. Demak. Bu yerda hatto qishloq ham yo'q. Tulki, qani bu yerga kel. Qochma deyapman men senga. Rozlarga to'pladik. Bu uchun kerak bo'ladi. Biroz qidiramsay. Xullas bo'lar, men bu yerdan umuman qishloq topib olmadim. Endi afsus, menimcha ancha joylarni lekin topib qo'ydim. Xarobalardan bir nechta narsalar ham topdim, lekin qishloq chiqmadi. Endi uxlab shu yerda bironta uy quramiz. Ana endi uyda qurilishini ham boshladik. Birinchidan daraxt to'playmiz. Bolalar, endi esa biz ham daraxt to'pladik. Nima? Bu yerda birdaniga qishloq paydo bo'ldi. Men shuncha qidirdim, chiqmadi qishloq. Va nihoyat qishloq topdi. Endi shu yerda rivojlanamiz. Demak. Amal. Bu yerda nima gaplar? Qonday? Yaxshimisan o'zi? Yig'lab ketibdi. Bu yerda eshik bormi o'zi? Mana bor ekan. Sandiqda nima? Bitta zumrad, kartoshka. Non uchun qayerda ajratdim? Mana ko'chatda umuman kerak emas. Temir bo'lakchalari. Mana bittasini olib qo'yamiz. Eshik yopib ketaylik. Bu yerlarda yana nimalar bo'lishi mumkin? O'zimiz uchun uy qidiramiz endi. Men qanday qilib bu yerga paydo bo'ldim? Men qishloqni uzoqlashmay ketdimmi? Men o'zim ham bu yerga paydo bo'ldim. Endi qishloqqa o'tganim, qishloqdan uzoqlashib ketdim. Qanday tushgan bu yerga asta partur qilamiz-da. Birozini foyda yoramiz o'zimizga. To'xtanglar. Menda bir chish bloklar bor edi. Ular qani? Faqat oddiylar qolibdi. Bloklarim bilan shamlarni, ko'mirlarni hammasi yo'qotishibdi. Men bir nima qiluvdim.
Nima u? Birinchidan men bu boshqa qishloqqa man qanaqa bunday qishloqqa kelib qoldim. Hammasi ana shaydu. Birinchidan bu yerdagi birozgina ovqatlarni to'plab olish kerak. Endi esa o'zimizga arzigulik o'qidiramiz yana.